Кыргызстанда биздин эл издеп жүргөн клиниканы таптык. Ал сиздер экенсиздер. Хирург, флеболог. Кон тамыр хирургу, кон тамыр жаррахы hamda флеболог. Клиника тандабай, врач танда дейт го. Бизде ушундай сөз бар да. Асал ширин бала экен өзү. Зор. Стоматологиялык кабинет дагы бар экен, жакшы шарттары менен эки врач бар экен. Yorug'gina. Bizda hech qanaqa narkoz berilmaydi. Ошо лазер аппараттар деме булар, а? Bular varikoz venalari bor mana. Буга жеткирбей эртерээк жасаткан Albatta. жакшыраак. Эгер пешенесинде мына жеринде төбөсүндө чачы жок болсо, аркасынан алып эле биягына коет экенсиздер. Чач эктирүү баасы канча? 2000 ta soch ekishimiz mumkin. Rossiyada номер 1 shu apparat orqali tuklaringizdan xalos bo'lishingiz mumkin yoki kerak emas ajin yoki dog'lardan ham. Assalamu alaykum. Amansыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Биз сиздерге коңшу Өзбекстан Республикасынын Андижан шаарынан жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн мына ушул шаарга келип, медициналык шаарчадагы Medpoint деген эстетикалык медициналык клиниканы сиздерге тартып көрсөтөбүз. Азыр аталган Medpoint клиниканын алдына келдик. Мына ушул 3 кабаттуу имаратта Medpoint жайгашкан. Сиздер бул клиникага эмне үчүн келесиздер? Сиздерге кандай кызмат көрсөтөт? Айтып берейинби? Бул жерде эң негизгиси тажрыйбалуу флеболог бар экен. Ал адис кадимки биздин жана буттардагы тамырлар шишип варикоз оорусу бар эмеспи? Мына ошол варикоз оорусун дарылай турган тажрыйбалуу хирург дарыгер бар экен. Флеболог. Андан сырткары көпчүлүгүңүздөр жанагы эгер башта чач жок болсо, эгер кээ бирлер башында чач жок, таз болсо, ошол чач жок жерине Түркияга барып, чач эктирип келип жатканын биз интернет тармактарынан же бир жакындарыбыздан угуп билип жүрөбүз. Эми сиздер чач эктириш үчүн, чач жок жерге чач эктириш үчүн алыскы Түркияга барыштын кереги жок, коңшу эле Өзбекстанга, Андижанга келе койсоңуздар болот. Аны мына Medpoint клиникасы жасап берет. Бул жерде ошо тажрыйбалуу трихолог, косметолог, дерматолог да бар экен. Андан сырткары бул клиникада стоматолог да бар экен. Ушул адистер сиздер үчүн кызмат кылат. Мына бул көчө, бул Андижандагы медициналык шаарчадагы Ахмат Дааныш көчөсү, тагыраагы Андижандагы Санчастын жанында эле Сехат клиникасынын маңдайында болуп калат. Сиздер келип туруп, ушул эшиктен ичкери кире бересиздер. Бул жердин уюштуруучусу башкы дарыгер Жасур мырза сиздерди тосуп алат. Кана жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Жасур мырза, кандайсыз? Жакшы. Иштер жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Аллага шүгүр. Өзү кандай? Кудайга шүгүр. Жакшы келдиңерби? Кудайга шүгүр. Негизи Андижанга тез келип турабыз. Медициналык адистер менен кызматташып турабыз. Буга чейин да башка клиникалар тартып көрсөттүк эле. Эми болсо мына эл биздин Кыргызстанда биздин эл издеп жүргөн клиниканы таптык. Ал сиздер экенсиздер. Ачыгын айтканда азыр да белгилеп өттүм, чач эктириш үчүн Түркияга барып атат да. Коңшу Өзбекстанга, Андижанга эле кире койгула деп атабыз да. Shu. Albatta. Ancha oson, ham yaqin, ham o'zimizni qo'shnilar, yaqinlar. Puli ham arzon. Arzon, albatta. Xudo xolasa. Бул Жасур мырза. Бул жерде сиз башкы дарыгер. Бизде главврач деп коет, Главврач. Хирург, флеболог. Хирург, флеболог. Кон тамыр хирургу, кон тамыр жаррахы hamda флеболог. Сиз ушул именно флебология боюнча кайсы бир окуу жайды бүткөнсүзбү, окугансызбы? Демек, birinchi bakalavрды, yo'nalish bo'yicha bakalavрдан jo'ndi. Keyinchalik
Magistraturani ham o'qiganman. Bizda bakalavrdan keyin ordinatura yoki magistratura tanlanadi. Magistraturani tanlab, uni ham tugatganimdan so'ng Toshkentda malaka oshirganman, Turkiyada, undan tashqari Rossiyada malaka oshirganmiz. Yaxshi. Tajriba yaxshi ekan, ha? Albatta, albatta. Maşallah, yaxshi ekan. Bu klinikani ochilganda qancha bo'ldi o'zi? Ochilganiga inshaalloh 9 oy bo'ldi. 9 oy. 9 oy bo'ldi. 9 oy ichida mana hozirga qadar 1800 ta bemorga demak yordam berganmiz. 1800 ta bemor tekshiruvlardan o'tgan. Undan tashqari 150-200 dan ortig'i demak lazer operatsiyasi flebologiya bo'yicha varikozni davolaganmiz. Undan tashqari yana 200 dan ortiq bemorlarda ukol yordamida skleroterapiya jarayonini qilganmiz. Soch ekilingan bularning ichida juda ko'p bemorlarga yordam berganmiz, qo'ldan kelgancha albatta. Siz endi flebolog. Flebolog. Chashtida egaverasizmi, jani boshqa adis jasaysiz? Yo'q, sochni men ekmayman. Sochda boshqa mutaxassislarimiz bor. Ular ekishadi. Chunki soch ekish xirurgga, flebologga yo'nalish emasdi. Uni shu kojani, ya'ni teri bilan shug'ullanadigan odamlar shu yo'nalishda tanlashib, unga ham yana qo'shimcha o'qishlarda o'qib, keyin soch ekish mumkin. Sizlardan operatsiya prosesingizlar, operatsiyoningizlar bari shu yerda je bizga bugacha boshqa yerda da boshqa korpusimiz bor, o'sha yoqda da jasaymiz degan bir ma'lumotni aytdingizlar. Bizda demak bu yerda ham davolash ishlari olib boriladi. Ya'ni soch ekilgandan keyin bu sochlarda o'sish uchun, to'g'ri o'sish uchun parvarish kerak. Parvarishda, ya'ni davolash kerak. Ular sochiga ukol olishadi. Bularni shu klinikada qilamiz. Agarda operatsiyalarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, parallel qilishimiz mumkin. Boshqa klinikada ham, bu klinikada ham parallel qilishimiz mumkin. Soch ekishda. Shartingizlar shunday. Soch. Undan tashqari yana boshqa Toshkentdagi Natural Hair Clinic degan klinikani bu yerda Andijonda filiali bor. Ular ochishgan. Ular bu sohada juda katta demak tajribaga ega. Shular Toshkentdan kelishib, demak bizda operatsiya ham o'tkazishadi. Yaxshi ekan unda. Son bu negiz 3 qavatli ekan, ammo bir qator siz aylanib bizga obzor qilib ko'rsatib bersangiz, assalomu alaykum. Anan bugacha sizlarning xizmatingizlarni foydalangan, chach ektirgan, je bo'lmasa o'sha varikoz o'rusin bu yerda operatsiya qildirgan patsientlar bormi? Misol 30 olganga. Hozirda mana bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin ya'ni bitta ayol bemorimizni lazer operatsiyasini qilganmiz. Ya'ni varikozni lazer yordamida davolaganmiz. Hozir ular shu yerda повторный осмотрga keladi. Повторный осмотрga kelgan. Shularda hozir shulardan bir fikrini bilishimiz mumkin xohlasangiz. Yaxshi ekan. Bu birinchi qavat. Birinchi qavat. Nimalar bor endi? Birinchi qavatda demak registratura. Kelgan bemorlar registratsiyadan o'tilinadi. Endi bemorlarga qulaylik qilish uchun, ya'ni sun'iy qanday bemor kelib kutib qolmasligi uchun bizda qulaylik qilish maqsadida bemorlar telefon orqali, Telegram orqali, WhatsApp orqali qabulimizga yozilishi mumkin. Aytaylik, siz mana yozilmasdan keldingizda soat 11 ga keldingiz. Lekin soat 11 ga yozilib kelgan bemor bor. Demak, men birinchi yozilgan bemorni ko'raman. Keyin undan keyin sizni ko'rishim mumkin. Shuning uchun sizga ham, menga ham qulay bo'lish uchun telefon orqali yoki WhatsApp, Telegram orqali yozilib kelgan qulayroq bo'ladi. Bu yerda registratura. Registraturadan o'tganimizdan keyin demak, bu yerda kosmetologiya xonamiz bor. Kosmetologiya. Kosmetologiya bo'yicha yuradi o'sha yerda. Bu yerda kosmetologiya hamda bu yerda tekshiruvlar ham o'tkazilinadi. Tekshiruvlar o'tkazilinadi, apparatlarda davolashlar bo'ladi. Ya'ni bu yerga alohida to'xtalamiz yana. Bu yerga kiramiz. Mushayd etmaydi, ha? Bemor bor, kirib to'xtalish qilamiz bu yerda ham. Men boshida eskartib aytib qo'yaman, hurmatli qirg'izistonlik mekendoshlar. Jasur Mirza o'zining o'zbek tilida suylab tushuntirib beryapti. Men keyir tushunmay qolgan yerlaringizlar bo'lsa, qirg'iz tilida qaytalab aytib ko'rsatib berganga harakat qilaman. Tuğanlar, ankeni biz Kırgız özbek, bir tuğan yani biz tilimizde bir, dinimizde bir, bazarımızda bir, mazarımızda bir degende birbirimizni yaxshi tushunganga harakat qilaveradi.
Так, bu ikkinchi qavat ekan, ha? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Bu yerda ikkinchi Patsientlar qavat. turibdi-ku, bu yoqda. Ha. Patsientlar, ko'ruvga kelgan bemorlar. Bu yerda demak, Bu yerda bu yerda yuqorida aytganimdek, demak, agarda bemorlar oilali kelishgan bo'lsa yoki shunaqa holatki, ya'ni bu yerda o'tirgani yoki ayollar farzandlari bilan kelsa, bu yerda ovqatlantirish mumkin. Demak, bu yerdan chegaralab dam olib ozgina o'tirishi mumkin bu yerda. Ham undan tashqari o'zimizning shifokorlarimizga dam olish xona, undan tashqari bu yerda komnata отдыха. Komnata o'ttiga, undan tashqari mini leksiyalar qilishimiz mumkin vrachlar uchun. Shu yerda o'zimizga sharoit qilingan mini partalar. Shu yerda, mana bu yerda taburetkalarni olib o'qilinadi. Demak, undan tashqari kelgan bemorlarimizga namoz o'qigani boshqasiga ham sharoit qilganmiz. Namoz o'qishi, demak, ibodatdan to'xtamash kerak. Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun shu yerga sharoitlar qilganmiz. Demak, bu yer esaluv bo'lmasi deb ataladi ekan. Buna ko'rib turasizlar, klinikaning aurasi, dizayni o'zgacha, bunday zamonbop, aqirqi stilda bunday aytganda. Sonda ekan. Bu jog'i bu yoqda stomatologiyalarimiz. Stomatologiya. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Stomatologiya-da bu yoqqa. Bu yerda stomatologiya, tishlarim klinikamizning bir qismi stomatologiya. Demak, aytganimdek 3 ta qismdan iborat: flebologiya, stomatologiya, kosmetologiya, trixologiya. Ular bitta yo'nalish bo'lgani uchun bu bir qismimiz stomatologiya. Bu yerda hamma zamonaviy shart-sharoitlar bor. Bemorlar misoliga oldinlari rentgenga boshqa joyga chiqarilardi. Hozir hamma sharoitlar qilingan. Shu yerdan bemor o'zi davolanib chiqib ketishi mumkin. Yaxshi. Mana bazangizlar, materiallik texnikalik baza yaxshi ekan. Bu yoqdachi? Bu yoqda stomatologiya o'xshaydi. Stomatologiya. Bu yoqda stomatologiya bor ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Doktor, yaxshimi? Muslimbek bular stomatologimiz. Bular ham ko'p joylarda malaka oshirib kelgan, yoshligiga qaramasdan. Hozirda bu yerda qanaqa tekshiruvlar, qanaqa davolanishlar o'tkazishini o'zi aytib beradi. Qanaqa davolaydi? Bu yerda negizdan tishning bardiq boyagi o'rinlarini dorilayverasizmi? Biz polniy davolab tishlarni bu yerda restavratsiyalar o'tkazamiz har xil tishlarda. Keyin har xil venir, tish oqartirish, implantatsiya, rentgen, hamma diagnostika jasaladi. Hozir negizdan boya tishni жаңылап qo'ydirganda nelarni qo'ydirib o'tadi? Masalan, implantdagi qanday turlari bor? Implantni bizda 2 xil turi bor. Koreyskiy implant, Megagen degan firmaniki. Bittasi Enerich degan premium class implant, bittasi Anyone. Ikkalasi ham koreyskiy yaxshi implantlar. Tushunibdi. Yaxshi, ishingizga eglik, charchabam. Demak, iki stomatologiyalik kabinetdagi bor ekan, yaxshi shartlari bilan iki vrach bor ekan, tishlari kerak. Albatta. Bu yoqda flebolog xonasi, ya'ni. Flebolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shu aytganimdek bemorimiz bir hafta oldin bularda lazer operatsiyasini o'tkazgan edik. Oldinda kelgacha bu yoqqa o'tib oling. Atingiz kim ekan sizning? Men Mamatariva Maharamoy. Maharamoy. Bu yerdan ne varikoz bor bilasizda? Varikoz bor edi. Jini og'riq bo'lib turibdi. Shu Nasriddinov Jasurbek katta rahmat aytaman. A'lo darajada operatsiyadan lazer orqali olindi. O'ng'ayli bo'ldi negizi varikozni darilov, operatsiya qilib, sizga o'ng'ay bo'ldimi? Bo'ldi. Yaxshiman. Mana bir foydasini bo'ldi-da. Foydasi bo'ldi. Negizi operatsiya desa, Jasurmirzo, operatsiya desa biz qo'rqib ketamiz-da, bir yerni kesib soladi-da. Bunda psixologiyalik qo'rqib qolamiz-da, o'zincha bir fobiya bo'lib qolishi mumkin-da. O'sha uchun so'rayapman-da, yengil bo'ldi bu debchi. Negizi varikozni operatsiya qilib, bu o'ta bunday elementarniy operatsiya ekanda. Bu yerda hech qanaqa demak kesilmaydi, demak narkoz berilmaydi, chandiq bo'lmaydi,
больницada yotmaydi. Mana hozir agarda kesib operatsiya qilinganida oldingi demak oldingi metodlar kesib operatsiya qilinardi. Bularda kesib operatsiya qilganda bular hali ham shifoxonada yotgan bo'lardi-da. Qiynalib qolmoq. Qiynalgan endi. Bunday aytganda sayizdum metodi bilan bo'lganda qiynalib qolmoq. Ha, albatta. Hozir ham boya lazerlik texnologiyaga kelgan, undan yangi texnologiyalar kelyapti. Bundan ham yangi metodlar bor hozirda, lekin qolgan metodlar bo'lgani bilan lekin eng zo'ri, ya'ni zolotoy standart deydi-ku. Zolotoy standart lazer hisoblanadi. Yangi metodlar chiqqan, yangi turlari hali lazerni siqib chiqara olmadi-da. Hali ham lazer eng zo'ri bo'lib turibdi. Operatsiya bo'lajağımızdaki qancha vaqt bo'ldi? Bulargami? Bularga 6 kun bo'ldi. 6 kun bo'ldi. Operatsiya bo'lganda bir juma bo'ldi, bir hafta bo'ldi. Yaxshimanda endi, rahmat. Operatsiya prosesi qancha soat bo'ldi? Soat davomiyligi yarim soatdan 1 soat, 1 soat 10 minutgacha davom etadi. Bularda adashmasam 50 minutcha bo'lgan. 1 soatga yetibdi-da. Ha, 1 soat shuna. Ikki bitta teng bor bo'la sizda? Ikkala oyog'ingizda bormidi deya? Yo'q, bittada. Ha, bir oyoqda bor. Mana hozir varikoz. Mana bu holatda edi. Mana. Bu holatda edi. Bu varikoz degan narsa dag'i bir jol esingizlarga salam, hurmatli bizning ko'ruvchilar. Varikoz degan jana butdagi tamirlardan qararib, shunday shishib ketishi, va bo'ltok-bo'ltok bo'lib tamirlardan bir yoqqa teridan bo'linib chiqib qolishi, ushul varikoz deb ataladi. Bu bunday bilinmegeni bilen aramızdan camçalarımızın butlarımızda var da. Gevirlerde 2 butta var, gevirlerde 1 butta var. Albatta, to'g'ri. Bu da o'ru ekan da. Albatta, hozirgi yangi metodlar chiqishdan sabab asosiysi bemorlarga yengillik bo'lishida. Yengillik bo'lish kerak, ular demak kamroq aziyat chekish kerak operatsiyani davolatishdan. Shuning uchun imkoni boricha bemorlarga yordam berishga harakat qilamiz. Varikozda operatsiya qilgandan keyin qancha joli kelib bunday повторный осмотрga kelib sizlarning ko'zlamoqingizlarda bo'lish kerak. Demak, operatsiya bo'lsa, mana misol bugun operatsiya bo'lsa, ertasi kuni bir qator qayta ko'ruv qilamiz. Qayta ko'ruv qilganimizdan keyin bir haftadan keyin so'ng, bir haftadan so'ng qayta ko'ruv qilamiz. 1 oy keyin shu 1 yil ichida o'ziga qulay 3 oy 6 oyda kelib turishi mumkin. Bu qayta ko'ruvlarimiz hammasi besplatniy, tekin. Bu faqat shu bir martalik to'lov bo'ladi xolos. Zo'r ekan. Juda yaxshi. Sizga yoqdi o'zi? Yoqdi. Zo'r bola ekan, qo'noq. Jasbirga rahmat, ota-onasiga rahmat, shunchalik o'qitdi, voyaga yetkazgan. Rahmat, omadini bersin, ilohim. Qo'lini yengil qilsin. Qo'li yengil bola ekan. Yaxshi nimalari. Qo'li yengil. Ko'z tegmasin. Qo'li yengil bola ekan. Haligi vrach klinika tandavay, vrach tanda deydi-ku. Bizda shunday so'z bor-da. Klinika tandavay, sen darigar tanda deydi-da. Asal shirin bola ekan o'zi. Zo'r. Xo'lasa. Rahmat. Hozir. Sizlarga rahmat. Rahmat. Tensoqlik to'g'rim, o'rvan inshaalloh. Zo'rman, Bu yerda shu osmotr qilayotgansizlar-da? Bu yerda osmotr qilamiz. Demak, kelgan bemorni birinchi o'chirda asosiy varikoz degan diagnozni qo'yishimiz uchun albatta UZI Doppler tekshiruvini o'tkazishimiz kerak bemorda. UZI Doppler tekshiruvini shu yerda tik turgan holatda ko'ramiz. Tik turgan holatda bo'lishi kerak. Tik turgan holatda ko'rganimizdan keyin shu yerda o'zida demak bemorga zaключение, xulosa beramiz. Xulosa berganimizdan keyin demak qanday analizlar topshirish kerak? Operatsiya qilish uchun lazer muolaja deylik. Lazer muolajasini qilish uchun analizlar kerak. Ba'zi bir analizlar kerak. U analizlar ro'yxatini beramiz. Keyin ular o'zi xohlagan, o'ziga qulay bo'lgan joyda analiz topshirishlari mumkin. Nimaga misoliga o'zingizlarda analiz yo'q degan savol bo'lishi mumkin. Endi hozirda xususiy klinikalarda analizlar ham narxi arzon emas. Bir xilga odamlarda o'zini demak yashash joyidagi poliklinikalarga chiqsa, ularda arzonroq. Ularga yoki qandaydir sharoit qilib bergan. Ba'zi bo'ladi, poliklinikasiga chiqsa besplatniy ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu narsalar bo'lmasligi uchun analizlarni o'zingizlar qulay bo'lgan joyda topshiringlar deymiz. Undan tashqari bu yerda demak Qirg'izistondan kelganlar operatsiyaga cheyin
keyir analizleri topshirish kerak bo'lsa, qaysi yoqdan topshirib jiyintiramiz? O'zidan Qirg'izistondan topshirsa bo'ladi. Qirg'izistondan analiz albatta, bo'laveradi. Anda Telegram, WhatsAppdan baylanishib, ne analiz olib borishimiz kerak desak, o'sha analizni poliklinikasidan chiqarib berib, qon topshirish kerak bo'lsa, qon topshirib, mocha topshirish kerak bo'lsa, mocha topshirib, analizimga ko'tarib olib, spravkasi bilan kelaverish kerak ekan. Yana bitta qulayligi bor. Albatta biz bu yerda nomerlarni qoldiramizki, shu nomerlar orqali WhatsApp yoki Telegram orqali o'zini oyog'ini rasmga olib yuborsa, unga qarab turib analiz topshirish kerakmi, topshirish kerak emasmi? Uni ham aytamiz. Sababi varikozda turlari borda, har xil turlari bor, vidlari bor. Unga qarab turib har xil davo bo'ladi. Agarda varikozi yengil birinchi darajada bo'ladigan bo'lsa, uni biz lazer bilan davolashimiz shart emas. Uni biz ukol yordamida ham davolashimiz mumkin. Ukol yordam. Mana bu yerda ham bor. Mana bu turdagi yoki mana bu holatda ham juda ko'p. Ayollarimizda bu holatda juda ko'p bo'ladi. Shu holatdagi varikozlar. Bu holatdagi varikozlarda biz ukol yordamida davolaymiz. Yengilroq bo'lsa ukol bilan ekan, ha? Yengilroqda ukol. Bunday variantlar bo'lsa. Bularni ukol bilan davolaymiz. Nimaga? Ukol bilan davolasak ham xuddi yaxshi effektni beradi, ham bemorga anchagina arzon tushadi. Bu lazerdan ko'ra. Agarda asosiy demak kattaroq tomirlar ishdan chiqqan bo'lsa, unda lazersiz ishimiz bitmaydi. Bo'lmaydi-mi? Shunga rasmga yuborsa, oyog'ini rasmini yuborsa Telegram yoki WhatsApp orqali biz sizga u yoki bu yo'nalishda aytishimiz mumkin. Demak, mana shu bo'lmada siz boyag'i birinchi kelgan betapni o'sha yerda to'liq qarovdan o'tkazasiz. Analizini chiqarib, undan keyin konsultatsiyani berib, qanday darilov ishini yurgizish kerak bo'lsa, o'sha yerda bag'itda aytadi ekansiz-da. Yana bir narsa, bizda o'zimizda bu yerda demak kompression chulkilar ham bor. Bular kompression chulkilar, bular qachon kerak? Bular varikoz kasalligidan keyin, shu lazerdan kelgan yoki lazer ham qildirmayman, ukol ham qildirmayman, qo'rqadigan odamlar bor-ku, undan ham bundan ham qo'rqadi. Ularga biz kompression chulkilar tavsiya qilamiz albatta. Kompression chulkilarni kiyib yursa, kasallikda rivojlanishini to'xtatishimiz mumkin. Kasallikda davolamaydi bular. Bular kasallikda rivojlanishini to'xtatadi. To'xtatib turadi. Birday qolibdi. Bir xilda ushlab turadi hamda og'riq, shikoyat, ishiqlari bo'ladigan bo'lsa, bularni kamaytiradi. Endi bu yerda ukol ham davolaymiz. Ukol bilan shu yerda. O'zimizga sharoit qilganmiz. Keyin biz qon tomir xirurgi faqatgina nimanilar davolamaymiz-da, varikozda. Juda ko'p bemorlarda trombozlar bo'ladi. Tromboz degani qonda ivib qolishi. Mana qonning ichida tromb hosil bo'lishi. Qon tomirida ichida tromb hosil bo'lsa, bularda ham demak davolaymiz. To'g'ri направление, to'g'ri yo'nalishlar berib davolaymiz. Ya'ni zamonaviy hamda isbotlangan metodlar yordamida davolashga harakat qilamiz. U tromb desa nima degan tushunchalar ham bor-da. Mana bu venalarda, chuqur venalarda ichini qon laxtaviy kirib ivib qolsa, shu tromb bo'ladi. Tromb ham ikki xil bo'ladi, arteriyada, venada bo'ladi. Ikkalasiga ham kerakli to'g'ri maslahatlarni berishimiz mumkin. Yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Negizda bu varikoz qayerdan paydo bo'ladi? Neden paydo bo'ladi? Varikozda asosiy birinchi demak sababi bu nasli. Nasl, ya'ni shu ota-onasida yoki ota-bobosida bo'lsa, genetik to'g'ri aytdingiz. Genetik. Keyin undan keyingisi esa asosiy faktor genetik bo'lsa, qolganlari bunga yordamchi, pomoshniklari. Ya'ni bular og'ir yuk ko'tarish, bitta joyda uzoq turish, masalan, powerlar ovqat qilib bir joyda uzoq turadi, shunga ko'p chiqib ketadi ularda. Yoki sartaroshlar, ular ham bir joyda uzoq tutga turishadi. Parikmaxirlar. Sotuvchilar, qassoblar ham hatto, qassoblar ham bitta joyda turishadi, uzoq oyoqda. Ularda ham chiqib ketadi, ham og'ir yuk ko'taradi. Shu bitta joyda uzoq tikka turganlar, bitta joyda uzoq o'tirganlar, kam harakatlida, asosiysi. Undan tashqari ayollarimizda homiladorlik albatta. Homiladorlik ham bu kasallikda rivojlanishga turtki bo'ladi. Va to'ratdan keyin chiqib ketishi. Shundan keyin chiqish ehtimoli bor. Yaxshi. Operatsiya qayerda bo'ladi? Operatsiyamiz 3-etajda bo'ladi. Qani, u yerga uzataman sizlarni. Qani? Yuringizlar-chi?
Beytaplar ko'p ekan, ha? Ular shu tegishli daragerlarni kutib atgandir voy. 3-qavatga chiqamizmi? Ha, 3-etajga chiqamiz. Jasur Mirza, aytingchi, bu varikozdu dariloo, varikozda operatsiya qiluu bahası qancha turadi sizlarda? Bizda endi sizlarga ham tushunchali bo'lish uchun dollarda gapiraman. O'shunday bo'lganingiz yaxshi. Antkani dollarni so'mga ko'tarib qo'yish o'ng'ayda. Ha, shu qulayroq bo'lish uchun $500 dan $700 bo'ladi. 500 dollardan $700 Agarda yana sizdan deb kelsa, men Ataqul akadan deb kelsa, Tezqavardan deb kelsa. Sizdan, bizni natuzdan. yana skidka qilib beramiz, inshaalloh. Bunaka. Kelishim degan, bunday o'nakdoshlik degan, bir tuğandiq degan, tanishlik degan shunday bo'ladi. Rahmat. Albatta. Inshaalloh. Da bu klinikada kelajakda da bir жаңылыктар bo'lsa, ko'rsatib turganga harakat qilaveramiz. Bu yer 3-etajda demak, bu yerda bu yoqda sterilizatsiya xonamiz bor. Sterilizatsiya. Instrumentlarni va sterilizatsiya qilish kerak. Albatta, bularni har bitta qilgan ishimizdan keyin sterilizatsiya, sushilka, bularni har bittasini demak bir martalik paketlarga solib sterilizatsiya qilamiz. Bu sterilizatsiyamizga javob beramiz. Doimiy tekshiruvda bo'lib turishadi bular. Chunki hozir har xil noto'g'ri tushunchalar ham paydo bo'lgan. Ya'ni bu yoqda-chi? Bu yoqda operatsion deymiz, demak, qani kelinglar. Ana, operatsionni bu yoqda kun tiygan yoqda ekan, yaxshi. Yorug'gina. Bu yerda bemorlarimiz demak lazer operatsiyasini o'tkazilinadi. Shu lazer apparatlardami bular? Bular bu yerda demak bemorlarda doimiy holatini kontrol qilib turishimiz uchun bu yerda kardiyo monitorlar qo'yganmiz. Kardiyo monitori orqali bemorning pulsini, keyin davleniyasini hamda shu yurak urishlarini hammasini doimiy tekshirib turamiz. Tekshirib turasiz. Chunki operatsiya vaqtida holat qanday ketyapti, uni bilishimiz kerak-da. Endi bundan tashqari bu yoqda UZI apparatimiz. UZI apparat. Bu janağı sizning 2-etajdagi kabinetingizdagi UZIdanmi, yoki boshqacharoqmi? Bu portativ UZI apparat. Portativ UZI apparat. Shuning uchun bizga bu yerda asosiy har bitta operatsiyamiz UZI nazoratida bo'ladi-da, lazer operatsiyamiz. Yana o'sha Soyuz vaqtidagi operatsiyalardan farqi ham bu operatsiyani. Shunda, ya'ni qilayotgan ishini xirurg qayerda ish qilyapti, qaysi venani, qaysi tomirda davolayapti, doimiy kuzatib turadi. Bu ko'rsatib turadi. U Soyuz paytidagi kesib operatsiyada u narsani ko'ra olmaydi-da. Chunki hammasi terin tagida, ichida bo'ladi. Shuni hisobiga uni ko'ra olmaydi. Biz esa doimiy buni nazorat qilib turamiz hozir. Demak, bu portativniy UZI. Bu operatsiyaga so'z turda kerak yordamchi. Albatta. Endi o'zimizni ishimizni yanada qulaylik qilish uchun bemorga o'zi lazer operatsiyamizda narkoz bermasanglar qanday og'riqsizlantirasizlar degan savol bo'ladi-da. Unga biz shu tomirga kuydiradigan, ya'ni lazer qilib kuydiradigan tomirimizni atrofiga dori yuboramiz. Shu dorimizni shu apparat orqali yuboramiz. Bu apparat. Osonroq bizga yordamchi-da bu apparat. Bu lazerga ham yoki UZIga ham bog'liq emas, bu bizga o'zimizga yordamchi. O'sha dorini yuborishimizga yordam beradi. Dori narkozmi yoki обезболивающий? Обезболивающий dorilarda bizda hech qanaqa narkoz berilmaydi. Ya'ni shu dorini qo'llanamiz. Nimani atrofiga yuboramiz. Bu yerda ikki xil demak lazer apparatimiz bor. Bu apparat Belarusyaniki. Bunisi esa Rossiyaniki. Bu ikki xil apparatimiz bor. Lazer apparatlar ekan-da bular. Bular ikkalosi ham lazer apparatlar. Ikkala apparat ham demak bizga ikkalosi ham yangi, doimiy tekshiruvdan o'tib turiladi. Shuning uchun nima qiladi? Turadi bu yerda. Endi men sizga lazerni o'zini ko'rsatsam, lazer qanaqa bo'ladi? Qanaqa narsa u lazerda juda ko'p bemorlarda savol bo'ladi-da. Lazerda ziyoni yo'qmi organizmga? Bu termik, ya'ni issiqlik chiqaradigan lazerda bu. Nur emas bu. Misol siz oddiy tishingizni yoki
boshqa yeringizni rentgen qilasiz-ku. Rentgendan ham kam bu yerda. Siz misol yilda 5-6 marta rentgen qildirishingiz mumkin boshqa har xil joylaringizda. Bu shunchalik ham sizga ziyon yetkazmaydi hatto. Oddiy qilib tushuntirganimda. Demak, ziyonliligi bunday o'ta kam ekanda. O'ta, juda kam. Bu bir martalik ishlatganimizdan keyin, sizdan keyin buni utilizatsiya qilamiz, ya'ni tashlab yuboramiz. Bu narsani O'shaning uchun pachkadan ochadi ekansiz. Albatta. Sababi buning uchunda boya lazer kuygizib turgan emas bo'ladi. Mana shu qismi, mana. Buni shu qismi lazerda demak qantamirda kuygizadi shu. Kuygizadi. Hozir sizlarga yana bir qulaylik bo'lish uchun kuzataman, ko'rsataman sizlarga hozir. Buni qarangizlar. Bir daqiqa. Shu bo'limi zavoddan shunday chiqib pachkada keladi ekan. Ko'rib turasizlar. Mana yoqda eskartuvlari yozilibdir. Mana hozir sizlar nima qilib turarlar? Bu yoqda men shunday ulab ko'rsataman hozir. Qanday ishlashini ko'rsatib turishasiz? Albatta. Sizga qulaylik bo'ladi, yanada tushunarliroq bo'ladi-da bemorlarga. Endi keyinlaringizlarda varikoz bor, yo'q emas. Varikozning paydo bo'luv yo'llarini aytib o'tdi tuganlar. Agar butta shu tizeden ildida ko'pincha bo'ladi, keyinda sonda da kezdeshib qolishi mumkin ekan. Bu qizlashga cheyin ko'pchilik uchurda bo'ladi, manjalarga cheyin bo'lgan uchurlar ko'p bo'ladi. O'shol varikoz bo'lsa, qon tomirlarida bo'ltok-bo'ltok bo'lib, ko'kmök bo'lib, qarayib, teridan sirtqari shishib chiqib qolgan bo'lsa, anda ушул klinikага sizlerdi biz kelүүнү сунуштайт элек. Келсеңиздер, мына Жасур мырза өзүнүн тажрыйбасын колдонуп, ушул жерде сиздердин кызматыңыздарда болот. Операционный блок мына таптаза, чакан, жарык, сонун шарты менен экен. Келсеңиздер, көрсөтүп берет, баарын жасап берет. Mana bu lazer sizga ko'rsatishim qulay bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Shu joyi termik, ya'ni issiq nur chiqaradi shu yerdan. Issiq chiqaradi. Shuni hisobiga tomir kuydiriladi ichidan. Bu hozir ishlatilganligi uchun tashlab yuborishimizdan oldin mana hozir sizga ko'rsatyapman. Mana. Shu narsa. Bu ham buni apparat to'liq ishlatganda bag'inday emesi bo'ladi-da, chasata beriladi-da buga. Chasata berilganda yanada mayerdan chasrab ichidan kuydiriladi. Yanada ya'ni odamda o'zini faktorini, ya'ni odamda o'zini qo'l mehnatini kamaytirish maqsadida hamma yo'lda avtomat robot qilishini osonligi uchun bizda demak maxsus yanada apparatimiz bor. Bu orqali mana lazerni kirgizdik. Aytaylik. Bu tomirning ichiga kiradigan joyda bu. Mana buni kirgizamizda bu narsani o pedalimiz bor. Pedal orqali ezganimizda bu tortadi. Mana. Hayır, o'zini tortib turibdi. O'zi tortadi. Bu pedalni ezganimizda tortadi. Bu tortishini sababi mana uchidagi lazerda tomirning ichiga ravnomerni berib ketish. Men misoliga buni qo'lda tortsam, bir xilda tortolmashim mumkin. Bu apparat orqali tortsam, ravnomerni bo'ladi hammasi. Kitobdagidek bo'ladi ekanda. Kitobdagidek. Albatta. Yaxshi, buni son apparat turibdi. Tortib olganda. Hozir ham Jasur mirza. Bir ele şu lazerdeki texnologiya menен nele жасап атасыздарбы же жанагы мынандайдын дагы bir башка түрлөрү болчу эле го мен буга чейин да тартып бул боюнча бир аз маалыматым болуп калды да. Albatta. Lazer flebogrif deb коё берем деди. Flebogrif bor. Bular hammasi mexanoximiya deydi. Mexanoximiya metodiga kiradi. Ular ham tomirning ichini demak ichki qavatini razrushение qiladi-da, yallig'laydi-da, dori yuboriladi, yopishtiriladi. Bu flebograf. Ham mexanический bo'lyapti, ichini shilyapsiz. Ham dori yuboryapsiz, ximiya. Shuni hisobiga mexanoximiya deydi. Endi undan tashqari hozirgi yangi metod bor, eng yangisi kley. Kley qanday? Kley. Hozir shu o'zimizning kleylarga o'xshaydi, lekin u biologik kley bo'ladi. Shu tomirning ichiga lazer bilan kuydiriladigan tomirning ichiga kley yuboriladi. Ya'ni kley quyib to'ldirilgan qon tomirning ichini o'zini maxsus pistoleti bo'ladi. Shu orqali kleyni yuborasiz, keyin
aytaylik bu yoqqa yuborsangiz ezib turiladi ozgina. Siz ham biror narsani qilaysiz, ezib turasiz, ozgina qatib olish uchun. Xuddi shunaqa hozirgi metod bor. Lekin bular hali mana kley, undan tashqari mexanokimiya dedim. Undan tashqari yana radiachastotniy bor. Radiachastotniy u ham lazerga o'xshagan. Va lazer bor. Bularning ichida baribir hozirgi vaqtda eng zo'ri zolotoy standart hali ham lazer bo'lib turibdi. Bular bor. Bularda misol ham kley, mexanokimiyani undan nima farqi bor desa, birinchidan bu yoqda yordam beradigan dori ukol qilamiz dedik-ku, tomirda atrofiga ukol yuboramiz dedik-ku. Shu ukolni yuborilmaydi unda. Kleyda yoki nimada. Kley o'sha tomirning ichida qolaveradi. Ular sekin-sekin so'rilib ketadi. Qon tamiridagi bunday qurg'atib, qon tamirida jo'q qilib turib, ana o'zida bunday simkirib etkanda denaga, turadi. Albatta, so'rilib ketadi sekin-sekin. Endi so'rov talab bo'lsa, kleyda jasab beraverasiz, mexanokimiyani jasab beraverasiz. Mexanomiyalik yo'l bilan balki flebografda jasab beraverasiz. Ularni ham albatta qilaveramiz. Ular hammasi bemorning nimasiga, tanloviga bog'liq. Endi bularda flebografda ham misoliga yoki kleyda ham chegaralar bor. Ya'ni hamma tomirni ham yopa olmaymiz u bilan. Ayirmasi bor. Diametri 1 santimetrdan katta bo'lganini hozirda kley bilan tavsiya qilinmaydi. Yopilmashi mumkin-da unga. Lazer bilan yopishimiz mumkin xohlaganimiz. Tushunibdi. Mana operatsion blokni biz sizlarga ko'rsatdik. Demak, hozir sizga tushuntirib beraman. Yana bir qisqa kasal qanaqa bo'ladi. Bemor keldi, registraturadan o'tdi, tepaga chiqdi, ko'ruvdan o'tdi, ko'ruvdan o'tgandan keyin analizlar topshirib kelgandan keyin, demak, bemor to'g'ri bu yerga chiqadi. Bemor kelayotganda qorni to'qlab, bilsangiz sayozlardagi narkoz beradiganlar yo'q, hech narsa yemay kel dedi-da. Bizda choy ichib kelsa bo'laveradi, qorni to'qlab, oyog'iga qulay poyabzal kerak, obuv qulay bo'lishi kerak. Keyin o'zi bilan keladi-da, bu yerda kiyimlarni almashtirib operatsionga kiradi. Bu yoqqa kiradi. Operatsiyon lazerdan qilgandan keyin biz yotishing kerak demaymiz, yurish kerak. Shuning uchun bu apparatni qo'yganmiz bu yerga. Bunda operatsiyadan chiqqandan keyin bemor. Bunda demak 1 soat yuradi bunda. Operatsiyadan chiqqandan keyin buni yurgizib berib qo'yasiz. Begovoy doroshka. Albatta. Yurish kerak-da bemor. Yurish kerak. Yursa, demak, bizga yaxshi. Keyin yurgandan keyin bu yerda 1 soat, 1,5 soat bizni nazoratimizda yurgandan keyin bemorga uyga ruxsat beramiz. Uyga ruxsat beramiz. Uyda o'zini ishlarini qilib, yengil ishlarni qilib yuraveradi. Ertasi kuni shu qabulga keladi. Qayerda qarovga? Keyin bemorlarda savol bo'ladi. Men misol lazer qildirsam, qachon ishga qaytishim mumkin deydi. Agarda ishlari og'ir ish bo'lmasa, ertasiga qaytsa ham bo'ladi. Yaxshi-kunda, juk ko'tarib o'sadi. Albatta, yengil ish bo'lsa. Albatta. Biz 5 kilodan ortiqchasiga tavsiya qilmaymiz ko'tarishni. Demak, bitta paqir yoki shu oddiy yengil ishlarni qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi biz bu yerda sizlar bir narsani yaxshi tushunishingiz kerak. Masalan, operatsiya desanglar bir o'r tushunib bo'lmoq kerak. Bu yerga kelasizlar, varikozni ko'p bo'lsa mana 1 soatda operatsiya qildirar ekansizlar. Ana bu yerda jatuvining hojati yo'q. Boshqa klinikadagida misol 10 kuncha, 1 juma, 3 kun jatmaysiz palatada. Anday tushunib yo'q. 1 soatda bitirib, 1 soat bosasiz, ko'zo'molida bo'lasiz. Ko'p bo'lsa bu yerda 3 soat klinikada bo'lishingiz mumkin. Anan chiqib ketaveradi ekansiz. Albatta. Ayirmasi shu. Unda aytganda boyagi ambulatorlik boyagi xizmat ko'rsatuv degan siyaqti o'yladi. Turib? Albatta. Hozirda meditsina shu tomonga qarab yuribdi-da. Ya'ni ambulator, yengillik, malinvaziv, ya'ni bemorga maksimal darajada kamroq travma qilish. Endi hozir bu yoqdagi bu yoqda kosmetologiya, janogi nima bor-a? Bu yoqda o'sha kosmetolog bilan bir so'rashib qo'ysak bo'ladi o'zi. Albatta, shunga hozir nima qilyapman? Bu yoqda beytaptar bor ekan. Biz hozir o'shol 2-korpusdagi
O'sha operatsiyalik blogimizlardagi borib, baya chechektirgan yerdagichi. Ha, ularni ham albatta ko'rsatamiz. Hozir bu yerda bemorimiz nima bo'layotgan? Ha. Shunga hozir 1 daqiqa shunday kirib nima qilib chiqamiz. Hozir kir desa kiramiz. Nima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Charchamasdan. Kelib qoldik. Xudoga Kosmetologimiz, trixolog, kosmetolog, dermatolog Nargiz Bahodirovna. Bular Tanishganimga xursandman. Men ham xursandman, rahmat. Bularga endi bersamda, bular qolgan o'zlarini qismlarini tushuntirsa. Chachagishni bu yoqqa aytib. Albatta. Bular zo'r ekan endi. Yaxshi. Nargiz aka, men sizga mikrofonni taqib qo'yib, hozir sizda betap bormi? Bemorim bor, lekin bemorim ayol kishi. Hamma ayollarimiz go'zal bo'lishni istaydi, lekin kosmetolog orqali go'zal bo'lishayotganda albatta yashirishadi ko'pchilik. Shuning uchun bu bemorim hozircha meni ko'rsatmaylar deb iltimos qilyapti. Efirga chiqmaylar turadi. Efirga chiqmaylik deyapti. Shunga kuzatib olaman, shu bemalol xonamga kirishingizlar mumkin. Bo'ldi. Anda uzatib oling. Uzatib oling, hozir chiqsin. Endi kirsak bo'laveradi ekan. Kiraveraymi? Kiravering. Marhamat qiling. Nargiz aka. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Betapmi bu joq? Bemorimiz soch to'kilishga shikoyat qilyapti. Bizda nafaqat erkaklarda soch to'kilishi mumkin, balki ayollarimizda ham soch to'kilishi mumkin. Bu holatda biz tekshiramiz. Androgen alopetsiya deyishimiz mumkin. Naslikkanlikmi yoki kasallikdanmi yoki buqoqdan, endokrindanmi, shuning uchun tekshirishimiz lozim. Analizlar olamiz va undan oldin albatta apparatimiz bor, trixoskop apparatimiz bor. Bu mikroskopik sochni tomirlarigacha ham ko'rsatadi va shu holatda biz ko'rishimiz mumkin qay darajada sochlari to'kilyapti. Istasanglar shuni hozir sizlarga ko'rsataman. To'g'ri, ko'raylik. Qana? Protsesni ko'raylik, to'g'rilar. Protsesni ko'ramiz, ha. Negizi trixolog degan terminni bugun kelib shu yerdan o'qiyapman-da. Trixolog degan ne degan hadis bu? Qarang, trixo degani lotincha so'zdan olinib soch degani. Bizda mana dermatolog mana derma degani teri degani. Значит, terini davolovchi vrach hisoblanadi. Trixo degani soch degani. Shuning uchun trixolog degani nauka soch to'g'risida nauka hisoblanadi. Shuning uchun kosme degani bu yuzniki hisoblanadi. Mana endi ko'rishimiz mumkin. Qana, kelingchi buna qarindoshimni. Istasangiz sizni ham sochingizni keyin ko'rib qo'yishimiz mumkin. Hozir ko'raylikchi. Endi bizning bemorimizda sochimiz to'kilyapti, lekin bitta narsani tushunishimiz mumkin. Kunlik soch to'kilishi ham bor. Insonlarda 15 mingdan 20 mingtagacha soch bo'ladi boshida va kunlik soch to'kilish normal holatda bo'ladi 60 tadan 100 tagacha normal holatda soch to'kiladi. Qaragan sayin tushaveradi. Ha, tarasangiz tushadi. Lekin agardiki choyshaplaringizda, kiyimlaringizda shunday qilganingizda ko'p holatda soch to'kilayotgan bo'lsa, u o'sha normal holat hisoblanmaydi va shunda albatta trixolog vrachiga uchrashingiz shart. Otingiz kim, qarindoshim? Ismim Go'zal. Go'zal? Ha, o'zingiz ham go'zal ekan, otingiz ham go'zal ekan. Mana endi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana sizga ko'rinyapti. Yo'q, shuncha cho'ng ko'rsatayotganda. Ha, xuddi shunaqa ko'rishingiz mumkin. Soch ko'rsatadi. Va bu holatda biz ko'rishimiz mumkin. Soch yog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari mana ahamiyat berib qo'yinglar, sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Bizda mana soch graf deydi. Va soch ekayotganimizda ham biz mana graf deymiz. Bitta graftimizda ahamiyat berishinglar mumkin. Bitta, ikkita yoki 3 ta tola soch bo'lishi mumkin. Значит, biz bitta olganimizda biz 3 tadan ham olishimiz mumkin sochni va oldi qismiga shu holatda biz ekishimiz mumkin. Endi biz bu yerda kuzatyapmiz, yog'lanishimiz bor. Sebareya deymiz shu narsani, boshimizda yog'lanish bor. Undan tashqari mana sochlarimizni tolasi ingichkalashyapti, ko'rishimiz mumkin. Значит, o'sha bu nima qilyapti? To'kilishga o'sha ko'proq ahamiyatga ega sochimiz o'sha to'kilishni boshlayapti. Endi solishtirishimiz uchun bemorimizda oldi bilan soch to'kilyaptimi yoki orqasi bilan teng soch to'kilyaptimi? Shuning uchun albatta biz orqa qismimizni ham tekshiramiz. Agardiki orqa qismimiz
sog'lom bo'la turib, oldi qismimiz ko'proq to'kilayotgan bo'lsa, shu holatda biz androgen alopecia deb diagnoz qo'yishimiz mumkin. Naslikkalikda erkaklarda soch umuman to'kilib, sinib tushib ketadi, ayollarda esa siyrak bo'lib qoladi. Suyulib qoladi. Ha, suyulib qoladi. Ancha suyulib qoladi. Bu qizimizda ahamiyat beringlar, sochimiz qalin, lekin ozmoz vitamin yetishmovchiligi bor. Melanin, keratin bizning sochimizga oziqa beradi. Ozgina baribir soch to'kilishi bor. Mana ahamiyat berishingiz mumkin. Lekin ildizi ancha baquvvatroq. Mana oldi qismimizdan ko'ra orqa qismimizda ildizlarimiz baquvvatroq. Va bitta narsani bilishimiz kerak. Orqa qismidagi sochimiz hamisha baquvvat yuradi va kamdan kam holatda agar sog'lom bo'lsa to'kilmaydi. Va shuning uchun biz soch ekayotganimizda, erkaklarimizda yoki ayollarimizda har doim orqadan, oradan olib oldi qismiga sochimizni ekamiz. Va shu holatda bizning sochlarimiz sog'lom, bardam, baquvvat bo'lib 1 yilda ichida chiqadi. 4 oydan boshlab 1 yilda ichida sog'lom soch chiqishda boshlaydi va shu sochlar qayta umuman to'kilmaydi. Shu holatda biz sertifikatli garantiya beramiz qayta to'kilmaslikka. Bu soch ekishni qayerdan o'rgangansiz? Nargizaji? Nafaqat soch ekamiz, balki ayollarimizda qosh ekamiz. Undan tashqari erkaklarimizga juda ham zo'r foyda bo'lyapti. Soqol ekamiz, soqoli yo'q erkaklarga soqol ekamiz. Peshonasi katta ayollarimizga cho'lqa ekamiz. Shunda soqol ektirib ketsam o'xshaydi bugun. Ha, soqol rosa ham chiroyli, soqollar juda ham chiroyli chiqyapti. Ular socham mayli deyshadi, kal bo'lishi mumkin, lekin soqolni katta qilib, chiroyli qilib o'stirishi mumkin. Va shu holatda men sizlarga rasm ham keyin ko'rsatib beraman. Soqollarimizni. Juda yaxshi. Nargizaji. Labbi. Meni bunov peshonamda chash yo'qda. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ner. Bularmi balki menda genetikalik jaqdan bo'lishi mumkin. Shu yerlarga misoli chach eksa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Joy bersangiz, men hozir qarab beraman. Mana kuzatishimiz mumkin. Bu yerda albatta agardaki ahamiyat berib qo'yinglar. Oldidan qarab, tepaga qarab soch to'kilayotgan bo'lsa, yoki mana sog'lom sochingiz bo'lishi mumkin, faqat bu yerdan to'kilayotgan bo'lsa, ahamiyat bering. Sochingiz to'kilayotganda sochingiz siyraylashib, sekin astalik bilan to'kiladi. Gohida siz umuman bilmay qolishingiz mumkin, qay darajada sochingiz siyraylashib to'kilib ketganini. Shunaqa holatda bizda ko'p miqdorda androgen alopecia deymiz yoki naslikkallik deymiz. Shu holatda ham naslikkallik. Shu holatda biz bunday qilib, chizib berib, shu yerdan chiziq qilib 2000 ta soch ekishimiz mumkin. Orqasidan olib, orqasi qalinroq, oldisidan ko'ra orqasi qalinroq va sochlari sog'lom. Orqasidan orasidan soch olinadi shaxmat porядкада va oldiga 2000 ta shunday ekiladi. Ekilgandan so'ng keyin 2 kun перевязка qilinadi xolos. Agarki bizning mehmonlarimiz chetdan mehmonlarimiz keladigan bo'lsa, bunaqa holatda faqat 3 kunga kelishadi xolos. Operatsiyamiz qanaqa o'tadi? Og'riqsiz o'tadi. Bemor uxlamaydi umuman. Baylab qo'yib og'riq qoldiruvchi ukol qiladi. Umuman hech qanaqa og'riq sezmaydi. Ko'zi ochiq turadi. Bemalol telefonni tutkelaydi, kinosini ko'radi. Orada obedga biz bilan birga chiqadi, obedini ham qiladi. Shu holatda oldidan olib orqaga ekiladi. Umuman sezmaydilar. Перевязка qilib qo'yib, uyda dam olib, keyingi kun перевязкасini qilib beramiz. Yechib beramiz va bemalol uyiga ketishi mumkin. Va birinchi 3 oy sochini yaxshi parvarish qilsalar, shundan keyin sochi sog'lom va zo'r chiqadi. Juda ham chiroyli gapirdingiz. Rahmat. Endi bu chach ektirish uchun odamning agar peshonasida, mana yerinde, tövesinde chachi yo'q bo'lsa, orqasidan olib, yog'ini qo'yadi ekansizlar. Bu addenli misol bu zavodskoy urug'lar yo'qmi? Mumkin emas. Bizda qarindoshlar ham bor. Masalan, men o'zimiz sochimni dadamga beray yoki ukamga beray deydiganlar ham bor. Lekin baribir qon har xil bo'ladi, teri har xil bo'ladi. Teri bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Odamlar aytishadi, menikini olib ekib beravering. Lekin u
bu tomir ekkan tomirimiz yaxshilab o'g'nab olishi kerak. Agarki daraxtni ham noto'g'ri joyga eksak, qurib qoladi. Shuning uchun o'zini yeriga yoki o'zini yeri bilan birga o'zini yeriga ekish kerak. Shunda chiroyli o'sadi. Soch ham xuddi shunaqa. Bitta narsa tushunishinglar kerak, orqadan soch olganimizda orqadagi soch qayta chiqmaydi. Shuning uchun orqadan orasidan soch olinadi. Sochingiz o'sganda olinganini bilmasligi uchun. Shu holatda orqa sochingiz ham va oldi sochingiz ham teng bir xil chiroyli chiqadi. Shunaqa holatda bir xilgilar bor, sochi kam bo'lsa, lekin bu yerda qalin bo'lsa, bunaqa holatda ko'proq ekiladi. Sochi siyrak bo'lib, bu yerda ham yo'q bo'lsa, bunaqa holatda siyrayroq ekiladi. Sochi qanaqa oralig'i, kengligi, zichligi bo'lsa, o'shanga qarab chizig'i bo'yicha, tegirmoni bo'yicha bizda soch ekiladi. Hozircha bizning klinikamiz soch ekish bo'yicha nima desam bo'ladi? Birinchi o'rinlardan birida maqtanishmasu, lekin alhamdulillah juda ham ko'p yildan beri shu bilan ishlayapmiz. Chetdan ham biz oldimizga bemorlar kelib, sochlarini ekib ketishyapti. Bu soch ektiruv bahasi qancha? Soch ekish bizning so'mimizda eng minimal paketimiz bor, medium paketimiz bor va maksimal paketimiz bor. Minimalimiz agardiki 2000 dan 2500 tagacha graft ekilsa, bunaqa holatda bu 10 million so'm bo'ladi. 10 million so'm dollarga ayirish. Sum deb aytyapsiz. So'm. Bu so'm, o'zbek so'mi. Dollarga qilsak, bunaqa holatda bo'ladi. Qo'poli bilan 1000 dollar yoki 900 dollarga to'g'ri kelishi mumkin. Minimumda maksimumga cheyin aytingchi. Siz ayantına jarasha, chach egu, sonuna jarasha bo'ladi ekan. 1000 dollardan 1400 dollargacha. Maksimumi 1400 dollar. Uqdingizlar, to'g'anlar. Chach ektiruvning bahasi midpointda minimum 1000 dollardan baştalat, maksimum 1400 dollarga cheyin bo'lishi mumkin. Agar to'ngizlarda, peshiningizlarda tap-taqir chach yo'q bo'lsa, arqadan, jandan, aroq beraqdan olib turib, egib, zakonniy qilib beradi. 3 kun vaqt ketadi, 3 kun. Eğer bu жаққа келе тұрған болса, мысалы 3 күн үш жерде Андижанда болған жақсы да менімчеchi. Жақын жерде mehmonxonalar bormi? Mehmonxonalar bor, hamma sharoitlar bor, oshxonalar bor, hammasi приемлемый summada. Zo'r. Yaxshi summalarda. Nafaqat soch ekamiz, balkim agarki sizlarda sochlaringiz tanga to'kilayotgan bo'lsa yoki umuman sochingiz to'kilib ketgan bo'lsa, shunaqa holatda, shunaqa insonlarda biz albatta davolaymiz. Shuning uchun trixologlarga kelishingiz shart. Bu klinikamizda nafaqat soch davolaymiz. Men o'zim vrach, dermatolog, teri kasalliklarini hammasini davolab chiqamiz va albatta og'doq kasalliklarimiz bor. Og'doq kasalliklarda bizda yangilik, eng katta yangilik bu og'doqlarni biz ekamiz. Ekamiz qanaqa transplantatsiya, bu hujayralarni olib o'sha dog'lariga ekamiz. Ekkanimizdan so'ng shu ma'lum miqdordan keyin shu odamlar 20 yillab davolanmagan, tuzalmagan bemorlarimiz ham alhamdulillah 1 yilda tuzalib chiqib ketishyapti. Shunda ham bir necha soat vaqt ketadi xolos. Keladi, ekadi, shu holatda uyga bemalol ketaveradi. Zo'r. Ajinlarni, dog'larni, undan tashqari husnbuzarlarni ham davolaymiz. Yillab kasal bo'lgan bemorlarimizni husnbuzarlarni bemalol davolaymiz va shu holatda ham albatta apparat orqali tekshirib, yuzlarni apparat orqali tekshirib, qay darajada nima bo'lganini bilib, shu holatda albatta davo yozib beramiz va kerak bo'lsa muolaja qilib beramiz. Endi bir narsani so'rab qo'yishim kerak-da. Balkim bu da sizlarning ishingizdir. Aha. Meditsinada bayog'i uyalmaylar so'rash kerak-da. Кейбір ayollar болып қалады. Мысалы, денедегі ашықша түктерді алдырып салу. Ашықша түк дегенде, мысалы, санда түк болушы мүмкін, ayollarda. Қолтықтағы түктерді алдырып салышы мүмкін. Же башқа жерде. Ошол түктерді тап-тақыр баяғы не дейді, эпиляция деп не деп қойды, ошоны тап-тақыр алдырып салыш үшін не қылыш керек? Ошол қызмат жасалау, жасалбай сіздер? Judayam yaxshi savol va shu savolingizga men sizga yangilik, bizning vodiyimiz uchun yangilik, eng yaxshi lazer apparat, diodovый lazer apparat klinikamizga olib keltirganmiz. Shu kerakmas tuklarni umuman siz shu narsadan xalos bo'lishingiz mumkin. 2-3 ta muolajadan so'ng bemalol 4-5 yil tuksiz yurishingiz mumkin.
Bu narsa ko'proq ayollarimizga kerak, erkaklarimizga esa chiziqli, agar soqollarini chiziqli qilgisi kelsa yoki akantovka deydi, sochlarni orqasidagi akantovka qilib, bemalol chiroyli qilib olib qo'yishimiz mumkin. Sizlarni shu apparat bilan tanishtirib qo'yaman. Mana bu biz apparatimiz. To'g'risini beribdirman, ha? Ha, siz to'g'ri savol berdingiz. Mana yondirib ham beraman. Bu apparatimiz lazer apparat. Lazer apparatimiz Ruik apparat deydi. Bu apparatimiz Rossiyadan primoy olib keltirilgan. Rossiyada nomer 1 shu apparat va biz ham shu nomer 1 shu vodiyimizda qilmoqchimiz. Sababi bu apparatimizda 3 ta funksiyasi bor. Yuzga alohida tuklarni oladigan, ayollarimizda kerak emas, yuzlarida ham tuklar, mo'ylovlarda ham bo'ladi. Undan tashqari alohida funksiyamizda qo'ltiq, chof, oyoq, qo'lda bemalol tuklar olishi mumkin, kerak emas sochlar va yana 3-funksiyamiz bor, yuzni yoshartiradigan, ajinga qarshi, ugriga qarshi, doqqa qarshi yuzlarda yordam beradi. Bu yerda bizda ishlaydi, terini ichiga ta'sir qiladi. Terini ichiga ta'sir qilib, shu sizda qanaqadir xastaligingiz bo'lsa, yuzingizda sizga yoqmaydigan, shu ma'lum miqdordan keyin teringiz immunitetini ko'tarib, shu kasallikdan bu apparatimiz yordam beradi xalos qilishga. Yaxshi. Yaxshi tarafi og'riqsiz, dog' chaqirmaydi, ajok qilmaydi, kuydirmaydi va bundan so'ng toshma toshirmaydi. Shuning uchun bemalol kelishingiz mumkin. Shu apparat orqali tuklaringizdan xalos bo'lishingiz mumkin yoki kerak emas ajin yoki dog'lardan ham. Zo'r. Yaxshi. O'ta so'ni xizmat ko'rsatib ekansiz. Ha. Juda ham chiroyli gapirdingiz. Rahmat. Rahmat. Bu ejekamiz ayoy yaxshi suylab berdi. Men hal bo'yicha munosabatda berdim. Xizmatini ko'rdingiz, to'g'ri. Sizga rahmat. Anan bu chachegu prosessi jana 2-korpusdagi operatsion blokda bo'ladi dedingizlar, ha? Ha. Al yerdagi tayyor bo'lsa, borib tartib ko'rsatib qo'yadi. Ha, bo'ladi. Operatsionimiz blokda hozir ko'rishingiz mumkin, lekin afsuski hozir bemorimiz yo'q, operatsiya bo'layotgan, o'sha tugadi. Mana muolajalarimiz shunga ko'rishingiz mumkin operatsion blokda va qayerda qilinishini. Shu narsani o'tib aytmoqchimanki, bizda vrachlarimiz Toshkentdan keladi. Soch ekish uchun bizning vrachlarimiz Natural Hair Clinic'dan, Toshkentdan shu operatsion blokimiz, alohida klinikamiz bor, Natural Hair klinikamiz bor. Shu yerga kelib sochlarni ekib ketishadi va qolgan parvarishini men o'zim davolab parvarish qilaman. Shuning uchun bemorlar, o'rtoq bemorlar, agarki sizda shunaqa xasta bo'lsa, Toshkentga borish shart emas. Andijonda o'zida ishingizni bitirishingiz mumkin. Mana, yaqinligini ayting. O'sh bilan Andijonning o'rtasi 50 kilometr chiqadi. Do'stlik chegara bekatidan o'tib ela, bu yoqqa bir 35-40 kilometrda yurib kelasizlar. Andijonga kelganda, taksi bilan kelayotganda chegara bekatindagi taksiler var oşol yerde. Taksiga o'tirib atqandalar, Andijonda Sanchasning janini olib borasing meni. Oşol yerde meditsinalik garadok var. Oşol yerde Ahmad Danishman ko'chasida Medpoint kalpar desengizler, tup-to'g'ri oşol yerga olib kelib qo'yadi. Ejekamiz sizlarni kutib oladi inshaalloh. Anda hozir borib 2-korpusdagi operatsiyalik blokni ko'rsatamiz. Sizga rahmat, charchamangiz. Salomat bo'linglar. Jasrag'az sirtda o'xshaydi. Aha. Qana, juringizlar. Biz Nargiz ejekaga girib chiqqancha varikoz bo'yicha Jasur Mirzaga dag'i bir betap kelibdir. Hozir betapni ko'rib atgan uchur ekan, o'shol qanday dengelde varikoz bilan o'raydi, o'shondagi bir qator ko'rib qo'yali, o'zlarining bir kep kengeshini aytsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi. Keling. Mikrofon taqib qo'ying sizga. Sizga yangi betap kelib qolibdi-da. Assalomu alaykum. Yaxshisiz aka? Bemorimiz keldi. Bemorimizni ikkala oyog'ida ham varikoz venalari bor mana. Mana shu varikozda ya, mana. Ha, shular varikoz mana. Ha, shular varikoz venalar mana. Bular hammasi mana. Shular varikoz venalar. Shu varikoz venani hisobiga bir necha yildan beri borligini hisobiga oyog'iga yara chiqqan. Bu chiqqan yara mana, bular mana.
bular hammasi varikozni hisobiga. Ya'ni varikozni vaqtida davolamasa, shu oqibatlarga olib keladi-da. Putni bu jara bo'lib, boya teri jara bo'lib, anan put shunday qarayib ketadi ekan, ha, shunday. Ha, shunaqa bo'lib qorayib. Mana shu ham shundan biri. Undan oldin hozirda o'zida bulardan oldin yana bir bemor ko'rdim. Mana ularning holatini ham mana siz aytgandek, mana qoraygan. Hozir ko'rdim bu bemorni ham. Suruttirdim ko'rdimda men o'tkanda. Bularda mana bulardan oldin ko'rdim. Shu holatda mana bu yer juda qattiq qichishadi. Sizda ham qichishadimi bu? Mana bularda ham qichishadi. Bu qancha yildan beri sizda varikoz bor? Necha yildan beri bor? Necha yil bo'ldi aka? 7-8 yil bo'lib qoldi. Ves qancha sizda? Necha kilogram? 150 kilo. 150 kilo. 7-8 yildan beri mana varikoz. Varikozni davolamaguncha yara ham bitmaydi. Varikozni darilasa jara bitadi. Lazer bilan yoki operatsiya qilib davolasa, keyin bitadi bu yer. Bo'lmasam yara bitmaydi. Buni operatsiya qilasizmi? Buni yo'l lazer. Endi bemor hozir bizga ko'ruvga kelgan. Endi ko'ruvda hozir tushuntiramiz bularga qanaqa metodlar bor. Keyin bemor o'zi tanlaydi qaysi metoddan. Endi o'zining cho'ntagini qarab, o'zining qalosini qarab turib, uni tanlaydi. Albatta. Bir narsani eskartib qo'yishimiz kerak, hurmatli beytaplar. Agar sizlarda varikoz so'rusi bo'lsa, o'z uchurunda darilatmasangizlar, o'z uchurunda operatsiya qildirmasangizlar, anda yil o'tgan sayin shunday denggelga yetishi mumkin. Al qanday dengel, shunday qarayib ketishi mumkin, jara bo'lib qolishi mumkin. Buga yetkirmay ertaroq jasatgan albatta yaxshiroq. Albatta, qancha erta davolasa, shuncha bemorga ham oson, hammaga oson bo'ladi. Shuning uchun ertaroq davolash kerak bo'ladi. Tushunibdi. Anda siz betapni ko'rsatib chiqdingiz. Biz ikkinchi korpusdagi borib operatsiyalik blokdagi sizlarga ko'rsatib qo'yaylik. Biz bilan cho'g' bo'lingizlar. Agar sizlar ushul atalgan horular bilan g'ijolat bo'lsangizlar, tinsizlansangizlar, Medpoint klinikasi sizlarga sunishtaladi. Juringizlar. Alыстабай туруңуздар, туугандар, урматтуу мекендештер. Биздин бул чыгарылышыбыз улам кызып жатат. Азыр эле Жасур мырзага кирип чыккычак, эми Наргиза айымга дагы бир бейтап оштон келип калыптыр. Азыр ал бейтап менен дагы бир аз сүйлөшүп көрөбүз, бирок ал жүзүн көрсөтпөөнү суранды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Жакшы ака. Ден соолук жакшыбы? Микрофонду сизге берейин. Наргиза бул агабыз бул жака оштон келиптир, а? Oshdan keldilar mehmonimiz. Bu mehmonimiz boshida bizni shetda ekayotganimizni bilmasdan Turkiyaga borib ekib kelganlar. Undan keyin biz oldimizga keldi. Ektirganingizga necha oy bo'ldi? 4 oy bo'ldi hozir. 4 oy bo'ldi. Bu yerda. Bu yerda Turkiyaga borib ektirganingizgachi? 1 yildan oshdi. 1 yildan. 1 yil. Ne Turkiyada tushib qoldi, ne bo'ldi? Ana nega bu yoqqa kelib ektirdingiz? Je ekpegen yerlarga dagı qo'shimcha ektirdingizmi? Ha, shunaqa, ekmagan yerga boshqadan ektirdim. Arasında qolgan yerlarga ekib berdingizmi? Qolgan joy necha mingta ekdik sizga? 2 mingtadan oshiq 2,5. 2,5 mingta ekildi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga ekildi. Qana ko'rsatib bering-chi. Ko'raylik. Mana ko'rishingiz mumkin va shu sohada bizda biroz sochimiz yo'q edi va mana endi ancha seriyalashib kal bo'lgan joyimiz bor edi. Endi mana ko'rib kuzatishingiz mumkin. Bizda hozir mana o'zini mana radnoy sochdaqa mana hamma bu sochlar ekilgan sochlar hisoblanadi. Ora-oraga ekilgan sochlar mana o'zini radnoy sochlaridaqa 4 oy vaqt o'tdi xolos, lekin sochimizning natijasini ko'rishingiz mumkin. Hozir oldimga profilaktika kelyapti. O'zini sog'lom sochlarni ham davolayapmiz keyinchalik to'kilmasligi uchun. Buni nima orqasidan jandaridan olib o'ynab yoqqa ekdingizlar-da? Orqasidan olib oldiga ekdik. Shuning uchun ko'rishingiz mumkin. Mana orqada ham olingan soch ko'ringani yo'q. Umuman mana sog'lom sochlari umuman kal bo'lgan joyi yo'q. Ko'ringani yo'q. Shu orqadan olib oldiga ekilganini. 2000 ta soch ekildi. 4 oy vaqt bo'ldi mana o'zini sochida qilib turibdi. Son. Mana zaman önüktü, texnika yetişti. Bundan beri 20-30 yıl murda çaç ektiriş degen nerse bu
oyubuzga da түшүүбүзгө да кирген эмес. Мына заман өнүптү, эми бул нерсе жасалып атат. Кана жүрүңүздөр, тиги жакта барып көрөлү. Biz buna ikinci korpusga keldik hazır, he? Mana Ataqul aka, ikkinchi korpusimga sizlarga olib keldim. Bu Natural Hair klinikamiz, Центр transplantatsiya волос, trixologiya и медицинской kosmetologiya. Shu yerda biz soch ekamiz, oqdoqlarni davolaymiz va sizga shu operatsioniy blokimizni ko'rsatib o'tishim mumkin. Natural Hair Clinic deng. Ha. Marhamat. Qana, yuringizlarchi. Assalomu alaykum, salomatsizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Taptoza ekan, ha? Albatta, bu yerda biz bemorlarimizni ko'ramiz, protseduramiz. Shu yerda biz plazma terapiya, mezoterapiya muolajalarini o'tkazamiz. Ichkarida esa operatsionniy blok. Marhamat, kirishingiz mumkin. Kelingizlarchi, бүт барын кирип sizlarga dana ko'rsatib qo'yaylik. Antkeni sizlar bu klinikaning xizmatini ko'rish uchun shu yerlarga kelasizlar. Shu bizda operatsionniy blok bemorimiz uchun yumshoq kreslo qilingan, tepaga pastga qarab ko'tariladi va ko'rishingiz mumkin. Ro'paralarda televizor, shuning uchun bizni bemorimiz uxlamaydi. Bemalol televizor ko'rib, issiqxona xonada yotaveradi. Gaplashib, vrachlarimiz bilan yotaveradi. 5-6 soatning ichida yoki eng katta zona bo'lsa, unaqa holatda 9 soatning ichida bemorimiz chiroyli bo'lib ketishi mumkin. Xudo xolasa. Misoli 2,5-3,000 dana chachni egish uchun qancha vaqt ketadi? Akadagi 2,5 mingta, 3 mingta bo'lsa, uzog'i bilan 5 mingta ketadi, 5 soat vaqt ketadi. 5 soat vaqt ketadi. Endi soch donasi deb insonlar tushunishadi. Yo'q insonlar, do'stlar, soch donasi emas, soch qopchasi hisoblanadi. Bitta soch qopchangizda esa 2-3 ta tola soch bor. Shunga hisoblab ko'ring. Agardiki 2000 ta soch qopcha eksak, unda necha mingta tola soch boshingizda bo'ladi. Yaxshi, mana bu vaqtida ko'rdik. Bardıq şartımızlar bizge jaktı. Muamelengizler jaktı. Andықтан Qırgızстандан, біздің өлкөбүздөн kim сиздердин кызматыңыздарды пайдалангысы келсе, эшиңиздер дайым ачык экен, келе берсе болот экен. Bemalol kelishaveradi. Dam olish kuni bormi? Dam olishimiz kuni faqat yakshanba, lekin agarki bizning bemorimiz ishlaydigan bemor bo'lsa, unga qulay vaqt bo'lsa, yakshanba kuni ham ekib berishimiz mumkin. Lekin ko'ruvlarimiz dushanbadan shanbagacha. Juda yaxshi. Ekranga biz bu Medpoint'in bulardan telefon nomerlarini жазып koyup жатабыз. Instagram paraqchasında жазып koyup жатабыз. Описаниядан дагы координаттарын толук жазып алып чалсаңыздар болот. Telegram, WhatsApp koordinatlарыңыздар иштейди. Алдын ала жазылып, анан келгени жакшы. Albatta, faqat oldindan yozilib, bemalol kelishingiz mumkin. Midpoint Natural Hair Clinicimiz Instagramda ham bor. Bemalol ulanib, ishlarimizni kuzatib yurishingiz mumkin. Savolingiz bo'lsa, direktga yozishinglar mumkin. Anda biz sizler bilen koşturuşabız. Kızmatınızlarda tez kavarçılar oldu. Anın alparusu men Ataqul Jalilov. Barыңыздардын кызматыңыздарда болдук. Мындай жакшы маалыматтарды сиздердин ден соолугуңуздар, сиздердин үй бүлөгүңүздөр, сиздердин жашооңуздар үчүн керектүү болгон жакшы маалыматтарды биз колдон келишинче тартып жеткирип турабыз. Бүгүн Өзбекстандан жакшы маалымат сиздерге жеткирдик. Сиздерге кандайдыр бир пайдасы тийген болсо, биз сүйүнгөн болот элек. Биз максатыбызга жеткен болор элек. Ал эми булар кызматта. Рахмат анда. Саламат болуңар. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.